Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori oshdi. 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. Bu xushxabarni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.